Assalamu alaikum. Kutman okuşak günlerim. Unutun uqatqar jimət kanalın qatılçıları. Bugün günü 11 oktyabr günü ikinci günkü Valturan kurslarını tanıştırasızlar. Qaysı жерде olsanız da like bas komentar жазып qo'yinglar. Bugün kurslar qanday bo'ldi? O'sha bulasının Oqat şahrinдағы banklarının kurslarымен tanıştırып ketеді sizlerді. Like bas komentar жазып qo'yinglar. Bir like basıp bizni qo'llab etine bir like basıp qo'llab qo'yinglar. Az sizlerге banktың жанынан көрüşөбүз. Bizden alqış aytыңызlar. Bugün kurs qanday bo'ldi ekan, şol жерден ma'lumot beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tuğanlar. 83 so'm dollar 80 dollar 80 1 so'm euro 1 so'm 29 euro dollar ekan. Yok. Rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, Alloh shukr kechirsin. Rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, bu yerdeler 83 so'm dollar 80 so'm 50 euro 1 so'm 29 tiyin rubl ekan. Rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Yemeğin ne var, sabır qilasiz, Xudo xohlasa ko'tarib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Biz hozir nima keldik? Ekoslombankka keldik. Ekoslombankda 81 so'm 50 tiyin dollar 80 so'm euro 1 so'm 29 tiyin rubl ekan. Rubl tushib ketdi tuğanlar. Hurmatli Oqatqar jimət kanalın qatnashchilari. Bugün sizlarga ertamen kurslar ko'rsatdik. Ertamen kurs tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Endi qilasiz. Aylar yok, Xudo xohlasa ko'tarilib qolishini Xudodan tilab ketamiz. Albatta qancha oldi ekan, shundan ma'lumot beramiz. Tinch bo'lsa, omon bo'lsa, Oqatqar jimət kanalga qo'shilishmay sizlar bilan. Albatta chiroyli ishni sizlarga Xudo xohlasa nasib qilsa ko'rsatamiz. Tinch bo'lsa, omon bo'linglar, bor bo'linglar.